video Hemis tizimida antiplagiatni tekshirish haqida bo'ladi. Mana shunday fayl yuklash qismi chiqadi. Talaba ma'lumoti qismidan plagiat ma'lumotlariga o'tganda hujjat yuklash qismidan chiqadi. Hujjat bu yerga hujjatning ichidagi mavzusini, keyin faylni o'zini tanlab yuklaymiz. Yuklagandan keyin mana shu yuklash tugmasini bosamiz. Mana bu yerda chiqadi. Buni chiqqandan keyin oldindan ko'rib olishimiz mumkin faylni qandayligini va ishonchimiz komil bo'lgandan keyin tekshiruvga yuborishni bosamiz. Mana tekshiruvga endi yuborildi. Bu mutlaqo bepul. Sinab foydalanish ko'rishingiz mumkin. Lekin bu yerda bepul urinishlar qoldig'i faqat 2 marta. Ya'ni 2 marta bepul urinib ko'rish mumkin.